landshat va peyzaj sohasi yetakchilari qatorida O'zbekiston nomidan Flowers Garden kompaniyasini tanlagani uchun ko'rgazma tashkilotchilaridan minnatdormiz. Bugun Flowers Garden kompaniyasiga Karmafuarchilik kompaniyasini bosh menejeri janob Ramziy tashrif buyurdilar. Turkiya davlatidagi manzarali o'simliklar va butalar hamda landshaft sohasidagi eng katta ko'rgazma tashkilotchisi hisoblanadilar. O'tkazilgan o'zaro muzokaralardan so'ng Flowers Garden kompaniyasi ilk bora landshaft va peyzaj sohasida Turkiya davlatida bo'lib o'tadigan PSB Anatoliy ko'rgazmasida qatnashadigan bo'ldi. Ushbu ko'rgazma Turkiya davlatida har yili sentyabr oyida bo'lib o'tib, unda jahonning eng yirik landshaft va peyzaj sohasida faoliyat yurituvchi kompaniyalar qatnashadi. Bu yilgi ko'rgazmada ushbu yirik kompaniyalar qatorida O'zbekiston nomidan ilk bora Flowers Garden kompaniyasi ham qatnashadigan bo'ldi.